Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchi. Demak, bugun biz sizlar bilan Notebook LM'da hamda Google Diskni qanaqa ulash, undan maksimal foydalanish haqida ko'rib chiqamiz. Har doimgidek источник chat hamda studiya bo'limimiz bor va bizda ma'lumotlar yuklashda, aytaylik, загрузка kompyuterimizdan yuklashimiz mumkin, YouTube'dan yuklashimiz mumkin, shuningdek Google Diskdan yuklashimiz ham mumkin. Endi Google Diskdan ma'lumotlarni yuklab, undan maksimal foydalanishga harakat qilib ko'ramiz. Demak, Google Diskdan biz jadval yuklashimiz mumkinmi? Ha, yuklashimiz mumkin. PDF formatda, kelib bitta-bitta yuklaymiz. Bu jadval, bu ham jadval. Tak, davom etamiz. Jadval, bu Word, bu PDF. Buni yuklay qolamiz. Ikkita PDF yuklandi. O'shanda e'tibor beringlar, 3 ta manbani yukladik. Biz to'g'ridan-to'g'ri Excel formatini yuklay olmas edik kompyuterdan. Mana bu joydan Excelni yuklay olmas edik. Excel formatini faqat bu joydan yuklasak bo'ladi. Endi bu joydan videoni ham yuklashimiz mumkin, Wordni ham, PDFni ham yuklashimiz mumkin parallel videoni YouTube orqali yuklashimiz ham mumkin. Manbalarni Google'dan bemalol izlab topsak bo'ladi. Undan tashqari o'zimizni fikrlarimizni bu joyga bemalol yozib, uni ham yuklab qo'yishimiz mumkin. U ham qo'shiladi. Endi foydalanishda bilasizlar, chatda qanaqa, misol uchun foydalanishda o'zbekcha yoz. Endi men bugun ko'rsatmoqchi bo'lgan narsa nima desa, sizlar o'zinglarni kompyuteringlardan yoki Google Diskdan, aytaylik, jadvalni o'zgartirsanglar, bu yoqda ham o'zgaradi. Wordni o'zgartirsanglar, bu yoqda ham o'zgaradi. Endi PDFni o'zgartirib bo'lmaydi. Mana bu tekstni o'zgartirsanglar, bu yerda ham o'zgaradi. Hozir o'zbekcha yozishini aytamiz. Yuklangan yuklangan ma'lumotlarning umumiy xulosasini chiqarib ber. Deyishimiz mumkin. Demak, asosiy masala shunda, sizlar ma'lumotlarni qayerlardan yuklashinglar. Xo'sh, undan tashqari, o'zinglarga mana bu yerda, qo'shimcha, ya'ni ana instruksiya yozib olishinglar mumkin. Bu xohlagancha tartibda bo'ladi. Aytaylik, mana hammasini qalin, shirniy qilishinglar mumkin. Yokida bu yerga qanaqadir link ulashinglar mumkin. Xo'sh, yana nimalar bor? Bu yerda zagolovoklar bor. Yuklangan ma'lumotlarning umumiy xulosasi. Yuztadiy markazining xodimlar bazasi bor ekan bu yerda. Zamonaviy tadbirkorlar uchun biznes qo'llanma bor ekan. Yaxshidan bog' qoladi. Qishloq xo'jaligi uchun sun'iy intellekt dasturi ekan. Zoya kiyim almashish platformasi loyihasi ekan. Jo'rabek Ergashev tomonidan taqdim etilgan O'zbekistondagi birinchi kiyim almashish ilovasi. Muammo yechim investitsiya. Shu kabi bemalol foydalanish mumkin. Xo'sh, hozircha shu. Maksimal foydalanish uchun, demak, источникка ma'lumot yuklaysiz, chatda uni aniqlashtirib olasiz. Xohlagan formatingizda o'sha skript bo'ladimi, jadval bo'ladimi, tekst formati bo'ladimi, aytaylik, content plan formati bo'ladimi, yuklab olib va uni undan keyingi bosqichlari foydalanish uchun uni сохранить zametkani bosamiz va o'sha joydan xohlasak Word formati, xohlasak tablitsa formatiga olib o'tishimiz mumkin. Bu videomiz juda qisqa bo'ladi. Muhim ma'lumot bo'lganligi uchun man qisqa alohida buni tushuntirib o'tishga harakat qildim. Ya'ni qaysidir ma'lumot yuklanmasdan o'tirish kerak emas. Mana keling, endi qo'shimcha ma'lumotlarni yuklab ko'ramiz. Mana bu yoqda o'zidan e'tibor beringlar. Man Word, ya'ni PDF yuklashim mumkin, audio yuklashim mumkin va PDF formatda ham bemalol yuklashim mumkin. Audio, video farqi yo'q. Mana bu yerda audio ham bor. Yukladim.
Endi mana shu joyda o'zi 4 ta ma'lumot yuklanyapti. YouTube'dan keldi. Man qanaqa yuklanishini ko'rsatib beraman. YouTube'ga kirasizlar. Aytaylik, o'zingizga kerak bo'lgan, videoni tanlab olasizlar. Mana shu You're in video. the right place if you use ChatGPT, Claude, Mana поделиться, copyright qilasizlar. Shu joyga yuklaysizlar. Undan tashqari qo'shimcha xohlagan ma'lumotni bu yerdan yuklasanglar ham bo'ladi. Cloud hamma bu yerdan topadi. Qarang, hammasi galочка yuklangan. Bizga import qildi. Смотреть. Mana bu joyda e'tibor beringlar. Deep Research bor edi. Bepulida taxminan 5 ta. Bir oy ichida, pulli versiyada, ya'ni Plus, Pro versiyalarda bir oyda 20 martagacha bundan foydalanishingiz mumkin edi. Bistrada esa har doimgidek foydalanaverasizlar. Internetdan, Google Diskdan. Mana Google Diskdan bu yerdan tortsa ham bo'laveradi. Ikkinchi formatimiz bu yerdan ketadi. Hamma ma'lumotlar yuklandi. Xo'p, mabodo yuklamayotgan bo'lsa, обновление qilib olishinglar mumkin va hammasi yuklangan holatda turibdi. Endi bemalol chatdan foydalanishingiz mumkin. Undan tashqari hammasi mana knopkalarni belgilash orqali bulardan foydalansanglar ham